2024-yil Parijda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlaridan oldin musobaqamga 2 hafta oldin men jarohat oldim. Juda ham kuchli, juda ham qattiq. Orqa mushagim uzilib ketdi va men o'sha kuniyoq birdaniga qaror qabul qilganman. Men baribir davom ettirg'izaman sportni. Men tashlamayman. Men baribir o'sha Paralimpiya o'yinlarining medalini olib kelishim shart deganman. Esimda, shu yugurib keldim, orqa mushagim uzildi. Qumga boshim bilan shunday yiqilganman. Hamma yugurib keldi. Qo'limdan shuni turg'izishganda bildim, oyog'im sezmayapman. Bo'ldi, o'sha vaqtda butun bir qilgan mehnatim, oila a'zolarim mendan kutayotgan medal bo'lmasligini bildim. Hattoki hozirgacha murabbiylarim aytadi, biz juda ham qattiq ishongandik o'sha kuni, ya'ni musobaqa bo'lib o'tadigan kuni qanaqadir mo'jiza bo'lishiga. Lekin bo'lmadi. Men hattoki 4 metr ham sakrolmadim.